Assalamu alaykum hörmətli ustazlar. Kitap anlaşını və kitap oquşunu özünün gündəlik adətinə aylandırğan söyümlük dostlar. Keçkənlər xeyirlik bulsun. Erkin Sıdıq yazmaları 7-ci qism turmuşun mühim sıfatları və savaqları degan kitabımızın dost tanlashda bilishga tegishli mühim ishlar degan qismini boshlaymiz. Kitap yazuvchi doktor Erkin Sıdıq ovozda İstanbuldan Leyla qiz. Kitap o'qigan kun 2018-yili 2-oktyabr seshanba. Dost tanlashda bilishga tegishli mühim ishlar 2015-yil 9-ayning 25-kuni. Tor ismi Mayin deb yoziladigan bir qarindishimiz Bag'dash munbiri da menga tuvandikidek inkasni qoldiribdi. 10-qavat. Assalomu alaykum bilimxumar apandi. Tor dunyosi orqali bizga yangi uchur va bilimlarni berayotganligingizdan to'liqmi so'yinaman. Hamda maqolangizni imkon qadar to'liq o'qishga tirishib, nurg'un bilimlarga ega bo'lib kelyapman. Bunun için sizge faqat rahmatli deyalayotganman. Oddiy rahmatimni qabul qilgaysiz. O'z fikrimga kelsam, yaqindan beri bir odamning qanday kishilar bilan aralashishi, shu odamning o'z ko'z qarashi va ideyasining o'zgarishini keltirib chiqaramdi degan masalada ko'p o'ylangan bo'lib qoldim. Men azaldan bu masalaga odam o'zi qanday bo'lsa, shunday odamlar bilan aralashib o'tadi deb qaraydim. Ammo bir do'stim bu qarashimni rad qilib mundaq dedi. Her qandaq tabiqadagi har qandaq yo'ldan mang'an odamlar zahar so'zisi yoki odam so'zisi qilganlardan boshqa bo'lganlar bilan aralashib o'tgan yaxshi. Buning jamiyatni tushunishda foydasi bor deydi. Shuning bilan men yana qayta o'ylandim. Uning deganmi ma'lum jihatdan aytganda o'rinliq ekan. Ammo yana uning bu qarashini quvvatlab mutlaq to'g'ri deb qaramayman. Mening bilmoqchi bo'lganim ma'lum doiradagi ijtimoiy muhit, siyosiy tuzilma va atrofdagi odamlarning ideya ko'z qarashlari shu muhit doirasida yashayotgan odamlarga qanday ta'sirlarni ko'rsatadi. Burunqilar aytgandek, yomonga yo'liqsan qarisi, qozonga yo'liqsan qarisi yuqori degan tamsildek ilg'or ideyadagi bir to'pdan ayrilib, uzun mazgil ideyasi ancha taraqqiy qilmagan bir to'p kishilar orasida yashab qolgan kishilarda qandaq ruhiy va ideya jihatdan qandaq o'zgarish bo'lishi mumkin? Hammamizga ayon yurtimizda jo'grafiylik jihatdan ayrilgan shimol va janubning siyosiy tuzilmasida muhitida shu yerlik kishilarning ideya ko'z qarashlarida nurg'un o'xshamasliklari bor. Shimol va janub kishilarining qimmat qarshi ideya jihatda birlik kelishiga qandaq sharoit kerak? Yana biri davlatimizda fuqarolarga payliq nurg'un siyosat tadbirlari yo'lash yordam qilish siyosatlari yo'l qo'yilyotdi. Diqqat qilsam, tuvan kapolatlik turmush puli elish uchun boy bo'lsin yoki namrat bo'lsin yo'l mangdigan ishlar ko'pkan. Men bu ishni faqat kallamdan o'tkazolmadim. Ularning qarashicha bekorga berilgan pul bo'lgandikin, uning buningga yolurib yo'l mengib elib olsa yaxshi ekan. Ammo nurg'un shu pulga ehtiyojli kishilar yanala qiynalmoqda. Siz bu xildagi kishilarning qimmat qarshiga qanday qaraysiz? Yuqorqi masalalarni ko'radigan asosda ijtimoiy muhit va odamga ko'rsatgan ta'siri haqida yangi bilimlardan bizni xabardor qilsangiz degan umidim bor. Rahmat. Mayin qarindishimizning uchurini o'qigandan keyin bir oz o'ylandim hamda ozroq izlandim. Men mazkur maqolada do'st tanlashda bilishga tegishli muhim ishlar ustida to'xtalman. Keyingi bir maqolda nima uchun do'st tutishning muhimligini tushuntirib o'taman. Bir odamning qanchalik do'sti bo'lsa, eng muvofiq bo'lganligi har bir odamga qarab o'xshamaydi. Mening o'z sezgurashchilarim va chet ellarga chiqqandan buyon ko'zatganlarim asosida yakunlab chiqqan xulosa mundaq. Aqlli odamlarning do'stlari ikki chambarakning ichida bo'ldi. Biri kichik chambarak bo'lib, uningda dildosh do'stlari bilim va qobiliyat jihatda o'zini to'liqlaydigan, tanlagan hayot yo'li o'xshash yoki o'xshab ketadigan kishilar bor bo'lib, masalan, mening bir kichik chambarakim ichida o'z ahvolimiz ustida qattiq bosh qotiradigan, qattiq izlanadigan hamda o'z ahvolimizni yaxshilash yo'lida qo'ldan keladigan ham ishlarni qilishga tirishadigan
o't yurak qarindoshlarimiz bor. Mening yana bir kichik chambarkim ichida men qilayotgan yeziqchilik ishlarimga amaliy va ruhiy jihatdan yaqindan yordamda bo'layotgan qarindoshlarimiz bor. Men bu ikki chambarak ichidagi ko'pincha qarindoshlar bilan tor orqali tanishgan hamda ularning xili ko'p qismi bilan hozirgacha bo'lgan umrimda biror qatim ko'rishib boqmagan, ammo bir yerda ko'rishib qolsa xuddi kichikimizni tortib bila cho'ng bo'lgan do'stlardek birdamla iç qo'yun taş qo'yun bo'lib ketimiz. Ayolim bilan ikkimiz Amerikadan boshqa davlatlarga sayohatga borganda ana shundoq umrimizda biror qatim ko'rishib boqmagan do'stlarning uyiga tushib yoki bo'lmasa ularni maxsus bizni deb tayyorlagan so'rinlarga berib ularning qizg'in kutib olishiga va nihoyat zo'r yordamga erishdik. Shularning bo'lganidan bizning sayohatimiz to'liq muvaffaqiyatli bo'ldi. Bu xil ahvol hozirmi davomlashadi. Yana biri bo'lsa cho'ng chambarak bo'lib, uningda har xil odamlar bor bo'ldi. Hamda ular o'zining kishilik munosabat to'rining a'zolari bo'ldi. Masalan, mening cho'ng chambarkim ichida men bilan bir shtatda turadigan va biz bilan birga mehmondorchilik qilib o'tadigan Uyg'ur qarindoshlarimiz bor. Ular bilan bir sorunda birga o'ynaymiz, ammo ularning ichida menga o'xshash maqola yozish u yoqda tursin. Mening bir parcha maqolamni to'liq o'qib qo'ydiganlarmi asosan yo'qning o'rnida. Bir odamning muvaffaqiyatli bo'lishida bu ikki xil guruhdagi odamlarning hammasi muhim rol o'ynaydigan bo'lib, ular bir-birini to'ldirib turdi, ammo bir-birining o'rnini ola olmaydi. Agar siz shu ikki guruhning ichidagi faqat biri bilan aralashib, yana biri bilan aralashmasangiz, siz cho'ng ziyonlarni tortasiz yoki bo'lmasa o'zingizga foydali ko'p fursatlardan mahrum qolasiz. Amerika ma'rifat sistemasi yosh o'smirlarda ijtimoiy munosabat iqtidorini yetildirishni intayin qattiq ta'kidlaydi. Ota-onalar bolalarni boshlang'ich yoshiga to'shqanda yoki uningdan burun shanba, yakshanba kunlari yoki maktabdan qo'yib bergandan keyin har xil faoliyat ilib borgan tanharakat turlariga qatnashtirdi. Amerika maktablarida topshiriq bek oz bo'lg'achqa bundoq qilganda biri bolalarni yomon ishlarga aralashib qolishdan to'sib qolg'ili bo'ldi. Yana biri ularda kishilik turmush munosabatini qandoq bartaraf qilish, qandoq qilib ko'plagan kishilar bilan hamkorlashib bir ishni vujudga chiqarish qobiliyatini yetildirdi. Uchinchisi, bundoq qilish bolalarning badanining sog'lom bo'lishiga zo'r darajada foydali. To'rtinchisi, bundoq qilish bolalarning o'zidagi talantlarini va o'zining qiziqishini bayqab olishiga nihoyat obdan fursatlarni yaratib berdi. Yuqorqidek maktabning sirtidagi tanharakat turlaridan boshqa Amerikaning boshlang'ich, o'rta va oliy maktabning hammasida o'quvchilarning har xil kasbiy guruhlari bor. Ular o'quvchilar klubi, student klub deb ataladi. Masalan, qarta elish klubi, suv uzish klubi, mashina klubi va radio klubi degandek. Bu maktab bu klublarning tashkillanishiga yordam qiladi. Ba'zi yetakchi o'qituvchimi bekitib berdi, ammo ularni mangdirish ishini butunlay o'quvchilar o'zlari qildi. Bundaq ishlarning yuqorida tilga ilingan 4 xil ahamiyati bor bo'lib, uningdan boshqa yosh o'smirlar o'z qiziqqan yoki o'z yaxshi qila oladigan biror sohada kichikdan boshlab o'zini texnik taraqqiy qildirish fursatiga erishib qolmay, o'z yaxshi ko'rgan ish bilan shug'ullanib hayotini nihoyat xushal va ma'nili o'tkazdi. O'g'lim Dilshod o'rta maktabda o'qiyotgan vaqtda men bir qatim uning maktabi o'rinlashtirgan ishlarga qatnashdim. Hatto bir qatim ota-onalardan tarkib topgan maslahatchi guruhiga a'zo bo'lib berdim. Shu chog'da maktab rahbarlari bizga mundaq bir ishni aytdi. Yosh o'smirlar uchun darsdan sirtqi faoliyatlarga qatnashish ularning darslarda a'lo natija bilan o'qigani bilan o'xshash darajada muhim. Agar bir o'quvchi hamma darslarda a'lo natija bilan o'qib, darsning sirtdagi ishlarda yo'q bo'lgan, eng ko'p bo'lganda u o'quvchi faqat yarim odam bo'ladi. Ko'pincha vaqtlarda uningdan tuanrak turadigan odam bo'lib qoldi. Ana shundoq
bo'lğaçqa Amerikadagi dаңlıq məktəblərdə oxucu qəbul qilishda oxucularning o'rta maktabdagi o'qish natijasi bilan uning darsdan sirtqi maktablarga qatnash ahvoliga o'xshash darajada qaraydi. Xili ko'p maktablar qabul qilinadigan o'quvchilarga mundaq shart qo'ydi. O'z maktabiga iltimos qilishdan burun doktorxona yoki ommaviy tashkilotga o'xshash bir yerda kam deganda 60 soat fidoi bo'lib ishlagan bo'lishi kerak. Bu yerda maktablar bir o'quvchining burun darsdan sirtqi faoliyatlarga qatnash ahvolini o'quvchilarni darajaga ayirishning bir xil sharti sifatida foydalangan bo'lsa-mu, bu ishda ko'zda tutayotgan asosiy narsa o'quvchilarni universal taraqqiy qildirish bo'libmi, ularni ijtimoiy munosabatda nihoyat qobiliyatli qilib yetildirishdan iborat. Endi o'z ahvolimizga qarab boqadigan bo'lsak, Uyg'urlar kishilik munosabatda kishilar bilan kishilar o'rtasidagi aloqada va liderlik, boshliqlik qobiliyatida bir qadar ojiz. O'zaro munosabatda o'zining maqsadini aniq va ixcham holda uqtira olmaslik, o'z bilimini boshqalarga unumli holda yetkazolmaslik ahvollarimi ig'ir. Nurg'un yoshlarimiz boshqalardan to'g'ri savolni so'rash yoki savolni to'g'ri so'rash jihatida nihoyat ojiz. Buning asosiy sababi Uyg'ur ma'rifida yuqorida bayon qilingan o'xshash bir sistema mavjud emasligidandir. Kishilik munosabatni ilmiy, oqilona va unumli elib berish iqtidorlarini darsxonada o'rgatgili yoki o'rgangili bo'lmaydi. Ularni cho'qim amaliyot jarayonida o'rganish kerak. Birinci resim do'stlar bilan o'tkazgan ko'ngillik paytlardan bir ko'rinish. Amerikada yashayotgan 5 juft ayol 2014-yili 1-oktyabr kundan 8-oktyabr kunigacha Italiyaning Rim shahrida bir cho'ng tipliq sayohat paraxotiga tushib, Yevropadagi 3 davlatni 10 shaharni sayohat qilgan. Bu resim shu chaqda paraxotning ustida tortilgan. Stasia Perez Amerikadagi eng oliy turmush usuli shirkati degan shirkatning lideri, turmush maslahatchisi va kasbiy mutaxassisi bo'lib, u 2014-yili yozgan bir parcha maqolada to'g'ri do'st tanlashda bilishga tegishli 11 xil muhim ishni o'ttirib qo'ygan. Men tuanda shu maqolaning mazmunini bayon qilib o'taman. Agar uningga o'z ko'z qarashimni qo'shib qo'ymoqchi bo'lsam, uni bir ilova shaklida qistirib qo'yaman. Kishilik munosabat bir liftga o'xshaydi. U ba'zida sizni yuqoriga o'rlatadi va ba'zida sizni pastga tuvallatadi. Boshqalar bilan o'rnatgan har bir munosabat uzun muddatlik bo'lmay, ba'zida siz o'zingizni bir vaqtda allaqachon o'tib ketgan ziyonli munosabat ishida topsiz. Shunglashqa to'g'ri munosabatlarni tanlash to'liq muhim. O'zingizning uzun muddatlik muvaffaqiyatiga kafolatlik qilish uchun cho'qim do'stlarni to'g'ri tanlashingiz kerak. Do'stlarni to'g'ri tanlashda tuvandagidek ishlarni bilishingiz kerak.